أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nizamuddin Esh-Shashi rahimahullah yazgan El-Khamsin degan ismi var. Musannif yani 50 geçidi yazgan kitap bolganligi uchun Khamsin degan isim bilan atalgan. Usul Shashi degan isim bilan mashhur bo'lgan. Yani hozirgi O'zbekistonning Toshkent degan shahardan bo'lgan. Bu olimning yazgan usul fiqh haqidagi kitabının ve emmel ammu fenev'an diye yürüp geldik. Ve emmel ammu fenev'an. Emdi yani am iki türlü diye yani. Hoş biz bu derski kirişten burun bu dersini aldığın dersden bir bağlap ve bu dersinin umumi mezmununu bir sözle biteydi. Biz aldığın dersimizde am xasni tariflab ve xasni tariflab bo'lgandan keyin xasning hukmini bayon qilgan edik. Xasning hukmini xas degan o'ziniki Qur'oni Karimda kelgan xas so'zlar, xas oyatlar o'ziniki shu qo'yilgan ma'nosini qat'iy shaklda o'z ichiga oladi. Uni boshqa bir bayon qilinib, boshqa bir ma'nodan bilan qo'shib o'z ichiga olish ehtimoli yo'q. Shunda bo'lgandan keyin agarda Qur'oni Karimda bo'lgan xasni boshqa hadis yoki qiyosdan bo'lgan qo'shimcha mazmunlarni qo'shib qo'ysak, o'xshash darajada qo'shib qo'ysak, uni bo'lib qoladi. Uni amalni qoldirgan, nasx qilgan bo'lamiz. Bu joiz bo'lmaydi. Agarda Qur'oni Karimda bo'lgan xasning hukmini o'zgartmasdan hadisdan bo'lgan qo'shimcha ma'nolarni yoki qiyos bilan berilgan qo'shimcha ma'nolarni amal qilish mumkin bo'lsa, shunday amal qilinadi. Agar mumkin bo'lmasa, hadis yoki hadis ahad yoki qiyos bir tarafga qo'yib qo'yiladi, Qur'onning oyatiga amal qilinadi degan qoida, prinsipni so'zlagan edik. Endi shunga atf qilib va ammal amu deb musannif buni omni so'zlab keltirdi. Endi am deganni biz dars kirishdan burun umumiy ma'nosini bir so'zlab o'taylik. Am ikki xil bo'ladi. Am ikki xil bo'ladi. Biri amun yani hech bir bo'ligi xoslanmagan, aslidagi o'zining farqlarini hammani o'z ichiga olgan. Am umumiy so'z degan am degan. Yana biri ma'lum bir bo'ligi xoslangan. Am deb ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'lingandan keyin biz birinchi qilib hech bir bo'ligi xoslanmagan am xos o'xshash. Ya'ni o'ziniki bo'laklarini hammani afrodlarini bo'laklarini o'z ichiga olish jihatda xosdek qat'iy shaklda o'z ichiga oladi. Ya'ni uni xuddi xabar vahid yoki qiyoslar kelib qolsa, nima qilinmaydi? Bevosita xoslayolmaydi. Amning bir bo'ligini xoslayolmaydi. Amni xosga aylantira olmaydi va bir bo'ligini bevosita xoslayolmaydi. Bu haqda xuddi xos o'xshash qat'iy shaklda. Endi ikkinchi bir bo'ligi, mana murakkab tarafi mana, muhim bo'lgan inchik tarafi. Amning ikkinchi xili. Yani amni biz nima dedik? Am bevosita holatda xabar vahid qiyos xoslayolmaydi dedik. Demak bundan ammo bir am hukm keldi. Am oyat keldi. Am oyatdan keyin xos oyatdan birisi, aqdillah xos oyatdan birisi. Yani shu o'xshash darajada, ya'ni Qur'oni Karimning oyati kelib qolsa, shu chaqda bu am nima xoslanadi. Bu am xoslangandan keyin bu şu amның o'zining eng beshidagi qat'iylik holatida qolmaydi. Qat'iylik holatida qolmay, zanniylik holatga tushib qoladi. Zanniylik holatga tushib qolgandan keyin, undan keyin xabar vahid kasmu, hadis xabar vahid kasmu yana xoslanadi va undan keyindan qiyos bilan yana xoslanadi, toki eng oxirida 3 ta farq qoladi. Shu amning tahtida 3 ta farq qoladi xoslanadi. Am 3 ta farq qolib qolgandan keyin xoslanmaydi. Chunki agar 3 farq qolib qolgandan keyin xoslansa, bu am öddes amni hukmi ko'tarib ketgan bo'ladi. Mana shu qoida. Endi shu qoidani so'zlash uchun maktabning saviyasi asli bu kitobning saviyasi shunchalik, hozir men deganchilik. Lekin sizning saviyangiz maktabning saviyasidan yuqori bo'lganligi uchun
Yani şu amniki inçki mezmunlardan bir kız düşündürümüz. Amni xaslash meseleleri. Yani am degan asli bütün aşı bir söz koyulgandaki bileklerini hemmini öz içine algan söz. Mesela ca'at tullab desem, bir gel mesela tahfizge mesela, bizim o nimege, medresege. Ca'at tullab, taliplar geldi desem, şimdi ca'at kullu tullab degen bulduk. Bu taliplerin hemmisi geldi degen bulduk. Muşu tabuş tahfizde mesela 30 balı var. 30 balı olsa ca'at tullab degenimde nime degen ma'nisini bilgen buldu. 30 balının hemmisi geldi degen buldu. Demek, muş tullab degen söz am. Bunun ma'nisi muş 30 balının hemmini ölçü geliş. Gerek. Endi men müşahede ca'at tullabu illa Muhammedun desem, ya ki ca'at tullabu Muhammedun lem yeci desem, müşahede men muş ca'at tullab degen amdın Muhammedni çıkırıp algan buldum ben. Muhammedni çıkırıp algan buldum ben. Endi muşu Muhammedni çıkırıp aldım. Lekin Muhammedni iki xil şekilde çıkırıp aldım. Ca'at tullabu illa Zeydun desem, ya illa Zeyden desem, bu yada bu kasır dep atıldı. Kasrul am ala ba'di ma yetenavaluhu dep atıldı. Ama ca'at tullabu Muhammedun lem yeci desem, ma o tahsis dep atıldı. Hem de biz ne için bunda alap kalıdı o, bunu söyleyebiliriz. Muşu ammevi sözden, umumi sözünün dairesinden, şu umumi sözünün böleklerden bir kısmını çıkarıveriş, üç xil buludu. Ya kasır buludu. Ya nesk, emelini kaldırış buludu. Ya taksis buludu. Hem de avvelen biz neskini sözleyimiz. Nesk degen qanday buludu dese, nesk degenimiz yani bir am söz geldi. Am söz kelgenden keyin bir vaqt bir mezgil o'tgandan keyin yani bu am sözün üzülüp xas sözün biz kelsa, bu xas söz şu am sözünün şu ma'lum bölükini nima qiladi? Amalni qoldiradi. Endi bunda holatda kelib chiqadigan hukm nima desa, amning qolgan bölüki, yani xas nima? Amalni qoldirilmagan bölüki qat'iy shaklda qilaveradi. Qat'iy holatda, xuddi xaslanmagandek qat'iy holatda qoladi. Ma'o. İkincisi bir am söz keladi. Am söz kelib, lekin şu am sözünün cümlesiga mustaqil bo'lmagan şu cümleniki ulanıp öz adı mustaqil emas halda bir xaslığıcı keladi. Bu ne batırdı o? Kasır deb atıldı. Mesela a'ti at-tullabe illa Zeyden. A'ti at-tullabe illa Zeyden. Dese taliplik ben yani kullat hem taliplik ben illa Zeyden. Zeyd qilgan ba'mansa mishadiki illa degan söz, illa Zeyden degan söz mishada muhassis. Lekin bu nima bo'lganligi uchun mustaqil o'z oldiga bir cümle emas. İlla Zeyden desem gap bulanmaydı. İlla Zeyden de yalnız getirsem gap bulanmaydı o. Şunun için illa Zeyden degan sözden mustaqil bulanmaganligi uchun buni deb ataladi o. Kasr deb ataladi. Bunun hükmü nima onda? Bu tahsis deb atalmaydı. Bunun hükmü nima desem, bunun hükmü yani bunun hükmü de yine am zanilik haleti çıkmaydı. Nima uchun çıkmaydı deganda, men Atitullahi illa Zeyden degan gapimda sözüm aytilgan chaqda bu söz qanday aytilgan? Aytilgan chaqda bu Zeyd amning dağı için kiymagan asli. Degan vaqtimda bu Zeydning o'zi taliplik bilan Zeyd qilmayman. Zeyddan boshqa talip qilmayman dedim. Gapni deganda Zeyddan boshqa taliplik qilmayman degandan keyin Zeyd 5 yil sözning 5idan boshlab amning doirasiga nima qilmagan? Kirmagan. Zeyd kirmagan degan nima bo'ladi endi? Demak amning o'ziniki qat'iylik shaklda qilaverdi. Xuddi am xaslanmagandek. Üçüncüsü a'tit tullabe la tu'ti Zeyden. A'tit tullabe la tu'ti Zeyden. Mana mavcu deganda bu nima deb ataladi o? Tahsis deb ataladi. Nimishqa? Chunki bu la tu'ti Zeyden deb cümle mustaqil bilan keldi. Bu yerdagi muxassis
mustaqil holda keldi. Ya'ni avvalgi nimaga amga nima qilmadi, bog'lanib qolmaydi. Uning bir bo'ligi bo'lmasdan o'z oldiga mustaqil keldi, lekin ulashib keldi. Ulashib kelganlik uchun buni nima deb ataladi? Muxassis deb ataladi. Buni hukmi shu deganda, ma'nan endi buni hukmi bunda muxassis amni nima qildi? Amni qat'iylikdan zannilikka tushirib qo'ydi. Amni qat'iylikdan zannilikka tushirib qo'ydi. Ya'ni demak buningda shart chuqum shu bir saviyada bo'lish kerak. Qur'ondan bo'lgan amni Qur'ondan bo'lgan xos nima qila oladi? Amlikdan zannilikka tushira oladi. Ammo hadisdan, xabar ahaddan yoki qiyosdan bo'lsa tushirolmaydi. Ammo hadis mutavatir bo'lsa, mashhur bo'lsa, yana tushira oladi. Xo'sh, mana bildik. Endi biz xo'sh yig'inchoqlab akasak, demak amniki bir bo'ligiga xoslanishi ya muxassis mustaqil bilan bo'ladi ekan, ya muxassis g'ayri mustaqil bilan bo'ladi ekan. Endi muxassis g'ayri mustaqil bilan bo'lsa, bu am nima bo'lmaydi ekan, zannilik tushmaydi ekan. Muxassis g'ayri mustaqil degan qancha xil bo'ladi? Ya istisno bo'ladi, ya shart bo'ladi. Istisno bo'lgani ati tullaba illa zaydan degandek. Ya shart bo'ladi masalan, anti taliqun indakhaltid dar. Anti taliqun degan gap masalan nima? Bu am so'z. Taloq tushdi mutlaq. Indakhaltid dar degandan keyin nima bo'lib qoldi? Bu shartlar ham xoslanib qoldi. Ya'ni shunda kami narsadagi doirasi o'yliq kirsam taloq tushdi, kimsan taloq tushmaydigan aylanib qoldi masalan. Indakhaltid dar. Yoki sifat. Bu g'ayr mustaqil bo'lgan sifat masalan. Fil iblis saimati sadaqa. Fil iblis saimati zakah desa masalan. İbil degan gap am ism, shunama. Endi saima degan dikilgancha xoslanib qoldi. Yaylaqda yaylaydigan tugiga zakot bor degan. Anladın? Yoki g'oya masalan. G'oya. G'oya degan masalan atimmus siyam. Ro'zni kamil tutinglar degan gap am bo'ldimi? Ilal layl. Kechiga cho'g'andiki, kechiga to'xtab qoldi. Ya yani shu to'tgan. Ya'ni demak g'ayri mustaqil bo'lgan muxassis to'rt xil. Bilinib ekan, boshqa emaskan to'rt xil ekan. Ya'ni istisno shart, sifa, g'oya. Xo'sh. Endi muxassis ya mustaqil bo'ladi. G'ayri mustaqil bo'lgani. G'ayri mustaqil bo'lgani hukmi nima bo'ldi? G'ayri mustaqil bo'lgani amni zannilik darajasiga tushirmaydi qat'iylikdan. Nimishqa? Aslida bu amning doirasiga kirmagan. Mustasno minhu aslida mustasnoniki doirasiga kirmagan. Shuning uchun bu nima qilmaydi? Amni zannilik darajasiga tushirmaydi. Endi mustaqil bo'lgani 5 xil bo'ladi. Mustaqil bo'lgan muxassis 5 xil bo'ladi. Birinchisi kalam bilan bo'lgan muxassis. İkincisi aql bilan bo'lgan muxassis. Üçüncüsü his bilan bo'lgan muxassis. Dördüncüsü so'zniki mohiyatidan kamlab qolgan muxassis, kamlab qolgan. Naqslab qolgan. Beshinchisi so'zning mohiyatidan nimlab qolgan, ziyodalab qolgan muxassis. Deb 5 xilga bo'linadi. Ammo shu 5 xilniki ichida faqat kalam bilan bo'lgan muxassislar nima qiladi? Amni zannilik darajasiga tushiradi. Qolganlari xoslaydi, lekin amni nima qilmaydi? Zannilik darajasiga tushirmaydi. Endi u kalam bilan bo'lgan muxassisning misoli ati tullaba la tu'ti zaydan desam, ma kalam bilan bo'lgan muxassis. Aql bilan bo'lgan muxassis chu desa, Allohu xoliqu kulli shay. Allah her şeyni yaratuvchi desam, mishadiki Allah her şeyni yaratuvchi gapni aqlim bilan Alloh nimani chiqib olayman? Allah Taola'nın zatını. Yani Allah Taola'nın şey. Kul ayyu şeyin ekber kulillah degan ayette Allah Taola'nın şey. Çünkü bir şeyin bar buluş için şey buluş gerek. Allah Taola'nın şey lekin lakel eşya. Başka şeylerle okşamaydigan şey. Endi Allah Taala her şeyini yaratuvchi degan gapni aqlim bilan Allah o'zini yaratmagan deganni chiqib olayman. Allah o'zini yaratmagan. Uni keldi mesela ya eyyuhellezina amanu deb Qur'on-i Karimda amanu deb oyat kelsa, aşağıdırlar aklım bilen kafirler hitap emas deb buni chiqib olayman. Uni keldi ya eyyuhellezina amanu deb kelsa kichik bolan chiqib sibyan, balog'at yetmagan kichik bolan chiqib olayman. Aql yo'q, majnun sağlan chiqib olayman. Yani çünkü hitap kimga? Kafir hitap qilinmaydi. Shariat hukmlari
Hadi kafir avval kim hitap kılındı? İman hitap kılındı kafir. İman etişki buyuruldu. İman etmeyen kafirini namaz kılman zorlayamayman. Bir kafir iman etmeyen olsa onu ne kılmayman? Namaz kıl demeyman. Namaz kılışır ruhsat yok onun ki iman etmez. İman etiştim bunu. Küçük balı olsa, küçük balagat etmeyen küçük balı ne? Geldiğinde namaz okuş farz emez. Eğer namaz okusu yaxşı, çünkü balagat yetiştim bunu namaz okusu intayin evzel. Lekin namaz okumay qolib qolsa gunohkor olmaydi. Nimishqa yaxshi deganda? Chunki qancha kichik holatida namozga odatlansa, keyin qiynalmaydi o'qishda. Endi jilliqchi deganda jilliqning aqli bo'lmaganligi uchun, aqli yo'q odamga shariat topilmaydi. Uning hammasi qalam ko'taradi. Qiyomatda Alloh taolo jannatga soladi inshaalloh, musulmonlar bo'lsa, tanisi. Endi mana hattoki musulmon bo'lmasa ham, turmush jilliq san olsa, Alloh taolo uning hammasiga uningdan daftarini ko'tarib aytgan, nimani teklifni ko'tarib aytgan uningdan. Xuddi kafirlarning kichik bolalar ham jannatga kelgandek. Endi buni tushundik. Aqliy bo'lganini. Endi his bilan bo'lgani deganda biz Qur'oni Karimda va utiyat min kulli shay'in sababa deb Iskandar Zulqaynayniga masalan, qanda yoki Bilqisniki utiyat min kulli shay'in degan Bilqisning qissasida, Iskandar Zulqaynayning qissasida uning har narsa bilingan degan oyatlar biz his orqali bilamiz. Shunda qaraydigan bo'lsak, uning hozir telefon berilmagan masalan ularga. Hozir mashina berilmagan degani bilib chiqib olamiz. Demek bularning hammasi mana hech bilan bo'lgan xoslig'uchi, ha? Uni kendine örfidagi bir xoslig'uchi bor. Örfidagi bir xoslig'uchi. Odat dedikmi? Odat dedimmi bay? Örf. Birinchisinin bo'ldi aql. İkincisi his, üçüncüsü odat. Örf desek bo'ladi. Örfida bo'lgan bir xoslig'uchi bor. Mesela bir adam men kalli yemeyman deb qasam ichibdi. Men kalli yemeyman deb qasam ichgan bo'lsa, dekkide bu kalli degan am so'z ha? Qanday narsa kalli so'z asli shunda lekin örf odat bo'yicha shunda to'riga qaraymiz, örf odat qaraymiz. Shu xalqning odatida faqat qo'yning kallasiga ham yeydigan odat bo'lsa, bu qasam faqat qo'yning kallasiga ham bor. Qo'ydim bilak narsaning kallasini qasami buzilmaydi. Qasamga hanis kafarat vermesin bo'ladi. Agar shu xalq kalının adam kallası yeydigan yer bo'lib qolsa, bu qasam faqat kalının kallasiga bo'ladi. Onu bilak narsa olmaydi. Qushqochning kallasini yesa, to'g'onning kallasini yesa, biliqning kallasini yesa, qasamga kafarat vermesin bo'ladi. Ammo bu yerda qo'yilgan kalının kallasini yeydi ekan. Qolgan narsaga emas bo'lsa, faqat qo'yilgan kalının kallasiga qaraladi. Endi deganim boshqalarni qat'iy yemaydi deganlik emas, az şekilde. Mesela bizim yurtta asasen koyulan kalının kalısını yedi adamlar. Demek bu kasem koyulan kalının kalısı kananmağıdır. Eğer bir yurtta kalının kalısı yemeydiği yurt olsa, bu kasem fakat koyunun kalısı kananmağıdır. Demek bunu ne demez? Bunu örfi haslığı. Örfeden çıkan haslığı da batırır. Hem de bir nesindeki mahiyetinin kamılap kalan haslığı dedik hem de. Mahiyetinin naqslap kalış. Mesela bir hocayının birisi kullu memlukin li hurrun debdi. Mening memluk qulumning hammasi ozod debdi. Anda degan bo'lsa, bu odamniki qulida, qo'l ostida agar mukattab qul bo'lsa yoki mudabbar qul bo'lsa masalan, bular ozod bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki mukattab qul har jihatdan mamluk qul emas. Masalan, mudabbar qulma har jihatdan mamluk bo'lmaydi. Nimishqa bu odam men mudabbar degan qanday qul? Men o'lsam sen ozod degan qul. Bu qulni sotolmaydi xo'jayin. Nimishqa? Chunki sotib olsa, aniki men o'lsam ozod degan gap qolib ketadi, sotolmaydi. Mukattab qul desa, mukattab quldiki u raqaba, ya'ni gadini xo'jayinniki boshqarsasida, lekin quli yedi degan gap, ya'ni pul tepishi o'ziniki. U o'zi pul tepi, mukattab qanday qul desa, mukattab degan, ya'ni masalan xo'jayin bilan ittifoqlashib, men sizga 1 million pul beraman, shu 1 yil, 2 yil ichida, shu 2 yil ichida 1 million deb bo'lsam, men ozod bo'laman deb shunda ittifoqlashib ishlaydigan qul. U pulni o'ziga topadi. Deb xo'jayinning pulini o'ziga emas bu. Bundan mukattab qul ozod bo'lmaydi. Nimishqa? Bu mamluk emas. Nimishqa mamluk emas? Demak, mamluk degan bir ommaviy bir doira. Lekin shu ommaviy doiraga mukattab qul nima? Naqs kelib qoldi. Endi eng oxirgi qisqasi mohiyatdan ziyoda bo'lib ketgan qismi. Mohiyatdan ziyoda bo'lib ketgan xoslig'i. Masalan, bir adam qasam ichibdi. Ana la akul, vallahi ana la akul fa vaqtida qasam ichib berdi masalan. Alloh bilan qasam men mevichi yemayman deb qasam ichibdi. Mevichi va yemayman deb qasam ichibdi. Qasam ichgan bo'lsa,
bu adamning bu qasamining ichiga uzum bilan xurma kirmaydi. Uzum bilan xurma kirmaydi. Nima ish kirmaydi? Desa, uzum bilan xurmaniki mohiyati meva-chevalik mohiyatidan nima ziyoda. Qanday gap bu desa? Chunki xurma bilan uzumni meva-chevalikni o'rnida yeyishkim bo'ladi. Favakihni meva-chevalikni o'rnida yeyishkim bo'ladi va tihi non yo'q, go'sht yo'q, tomoq yo'q chaqda üzümni quritib, yonchiq silib, tomoq uzuqliq o'rnida yegilim bo'ladi. Xurmani tomoqni o'rnida yegilim bo'ladi. Bir odam xurma yeb ham jon saqlag'ili bo'ladi. Lekin qolgan meva-chevalar anda odamniki qo'zg'ab to'g'izganda qon bilan anda quvvat qilib odamni sog' salomat tutolmaydi. Lekin uzum bilan xurmaniki nimasi bor, uzuqliq qimmat xuddi tomoqdek bizni yeydigan non, tomoqlarimizdek uzuqliq qimmat bo'lganligi uchun, demak buning mevalik va uzuqliq moddasi deb ikki narsa ziyodalab qolganligi uchun ma qasamning ichiga uzum bilan nima kirmaydi? Xurma kirmaydi. Demak, bu narsalarni hammadan biz xaslag'uvchilarniki nimalarni bildik, mutaxassisniki. Ammo shu mutaxassisning hammasi ichida nima qiladigan faqat lafziy bo'ladi. Ya'ni a'ti tullaba va la tu'ti zaydan degani. Ya'ni tolibligi biring, zaydga bermang degan mushug'ini ham nima? Omni nimadan qat'iyligidan zonniylik holatiga tushiradi. Endi buni bildik. Unda bo'lganda hamma tafsilotni deb bo'ldikmi? Bizning 3 tane shart chiqdi. Bizning xaslug'chi bo'lish uchun, ya'ni omniki keyin kelgan bu omning bir bo'ligini parchalasam bu deb turgan narsa taxsis, muxassis bo'lish uchun 3 tane shart bor endi. 3 tane shart. Birinchi mustaqil bo'lishi. Birinchi mustaqil, ayyakuna mustaqillan. Mustaqil bo'lish kerak. Mustaqil bo'lmasa, g'ayr mustaqil bo'lib qolsin bo'lmaydi ekan, omni zaniylikka tushirmaydi ekan. Ikkinchi shart nima? Mustaqil bo'lib qolgandan keyin, ya'ni mavsul bo'lishi, mavsul. Mavsulni ba'zi kitoblarda muqarin bo'lishi deb atadi, muqarana. Ba'zi kitoblarda mubashara. Ya'ni shu nima deydi, omdan keyin ulinib kelish kerak. Omdan keyin mustaqil jumlalar nima ulinib kelishi. Ulinib, ya'ni uzilib ketmas kerak, ulinib kelish kerak. Mavsul bo'lish kerak. Agar ulanmay kelib qolsa nima bo'ladi? Ulanmay kelib qolsa, u chaqda mansub, nasikh bo'lib qoladi, nasikh. Oraq uzilib ketsa, bu nima? Nasikh bo'ladi. Nasikh bo'lgan chaqda yana qanday ahvol chiqadi hukmini nima dedik? Am uzilganligida xaslangan bo'ligida nima? Amaldan qoldirilgan bo'ligidan boshqa bo'lak qat'iyligida qilaverdi dedik. Endi eng oxirgisi mavsulni dedikmi? Mavsul bo'lgandan keyin eng oxirgisi lafziy bo'lishi. Ya'ni nima mustaqil bo'lgandan keyin bu muxassis nima? Lafziy, ya'ni kalam bilan bo'lgan muxassis bo'lish kerak. Ammo kalam bilan bo'lmay, boshqa bilan bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu omni qat'iylikni zaniylikka tushirmaydi. Masalan, bu shu misollarni o'ylab, buni bir misol beraylik-da. Misol beraylik. Allah subhanahu va taolo va taqaddas Qur'oni Karimda nima deydi? Ahallallohul bay'a va harrama riba. Oyat qaytgan bo'lsak, ahallallohul bay'a degan oyat, al-bay' alif lam lil-jins istig'roq qildimi? Alloh taolo har qanday so'tlikni halol qildi dedi. Bir ayrim bir cümle bo'ldi, ayrim bir cümle. Uni keyin shuni ulatlam, ya'ni mavsulan, muqarinan, mubasharan naq maydonda nima dedi? Va harrama riba deb ulab keldi. Jazonini harom qildi dedi. Demak, mushu jazoni harom qildi degan savdo degan hamma savdo degan doiradan jazoni degan bir bo'lik endi nima qilib oldi? Xaslab oldi. Xaslab olgandan keyin bu nima bo'ldi endi? Bu majhul bo'lgan bir turi bo'ldi. Majhul bo'lgan bir muxassis bo'ldi. Undan keyin majhul bo'lgandan keyin biz riba degani nimaligini bilmadik. Undan keyin shu riba majhul bo'lib qolgandan keyin bu majhullik nimaga ta'lq etadi? So'zlikning hammasiga ta'lq etadi. Manda so'zlik riba bo'lishi mumkin, mal so'zlik riba bo'lishi mumkin, mal so'zlik riba bo'lishi mumkin deb ta'lq etgandan keyin bir nimaga aytib ketadi? Zaniylik aytib ketdi. Shuning bilan hadisdan birisi kelib, buni bizga mujmallikni qilib berdi. Hech bir jazoni degan mal degandan keyin ha deb u aniqlandi, qolgan so'zliklar o'zini halollik bitib qoldi. Mal bir shakl. Yoki bu xaslug'uch majhul bo'lmay ma'lum bo'ladi, ma'lum.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelime geldi. Sure Tevbe'de faktulul müşrikine amme kaffeten. Yani Sure Tevbe'de müşriklerini umumyüzlük öldürünler deydi Allah Teala. Umumyüzlük öldürünler de puandan keyin şu ayet ulaplam kinki ayette mübaşeren. Ulaplam ki turib dedim deydi o. İn ahadun minel müşrikine istecareke fe'ecirhu diye ayet kelime. Eğer müşriklerden biri sizden amallık dilese onun amallık bilen davet ediyor. Amallık bilen davet. Hem de ama müşriklerin bir amallık dilese amallık bilen diyendikin biz beş ayette ribat mechul deyna. Mechul olarak için zannedip çıkan cehennem pedik. Ama ayette bu ma'lum. Yani bir adet muhassis ma'lum mechul emez. Demiş kim o? Müşrik, müstecir. Yani amallık dilgen müşrik. Hem de ma'lum boğan neslaniki bir adeti nima? Davamlı ma'lul buludu. İlleti var buludu. İllet. Sebep maksadı var. Ne deyen gap bu dese? Yani bu müşrik Allah Teala öldürünler diyen tusa. Nemi için bu amallık dilgen adamını öldürmanlı deydi o? Böyle bana. Nemi için? Nemi için? Nemi için? Amallık dilgen adam nemi için onunla amallık bilen dedi için uğraşmayın. Amallık dilgen adam ne demekçe? Ben uğraşmayayım ben. Yani Müslümanlar öyle kolay kötü uğraşmayayım ben. Bana amallık bilinla diyen illeti var benim. Şu illet olan ki uğraşmagan ki öldürmanla deydim. Dikidek bir ki mavu hem de bir sürüş gerek tamam bu hasıl bu illet ile tamam amallık dilgi gücü çıkarttığımız kalan adamların kandak ilgisiz bir yere dese illet gibi oldu ama illet gibi olan değil ki bu illet yine başka fırkadan buluş gerek. Buluş mümkün. Mesela amallık dilgi adamını öldürmanla dedi Allah Teala. Ne mi illeti demiken? Çünkü Müslümanlarla uğraşmaydı iken. Hem de bu uğraşmayla kalanın işi çok kırla. Kır bu ay mumayla uğraşamaydı. Çünkü onu kullanamıyor. Küçük kuvveti yok, küçük oldu ama iken ula uğraşamaydı. Bu ayetine hükmediği demine bir tıkımız beyaz. Kırıp ketken, kır bu ay mumaylarını öldürmediği de tıkımız bile. Onun kendinin küçük balla. Küçük balla hem uğraşamaydı. Küçük balla uğraşamaydı. Küçük balların hem yani müstecirinin katığı tıkımız. Onun kendini ayak kişiler. Ayak kişiler hem asasiyetin uğraşamaydı. Uğraşsa uğraşkınlığı hüküm başka. Uğraşamaydı. Bunu hem de bir de tıkımız. Müstecirinin katığı tıkımız. Onun kendini esirler. Esir güçkenler. Esir güçkenler hem uğraşamaydı. Çünkü kulu bağlılık. Adağındaki esirlerini hem öldürülmeydi. Demek ayet kelimindeki aşk beş müşrikni öldürünler diyen umumi ayetlerin dairesinden biz aşu illet boğalık şeyler şu illeti bana hemmini birini çıkarıp aldık. Fakat bunun içinde onun kıtıda aşu Müslümanlar bilen kavmi karşı canlaşıdığan kafirlerle müşriklerle kaldı. Mana müşrik ne batırdı o? Muhassis, müstakil boğan, muhassis, mevsul boğan, ma'lum boğan. Hem biz demek sebep ne? Nima sebepten qat'iy bo'lgan amning zannilik holatga tushib qoladiganligini birini tushunib bo'lgan bo'ldik. Bugungi darsimizning asosiy mazmuni mushu. Mushuni so'zlaydi. Mushu mazmunni qilib tutasizlar, xolos. Chunki musanif deydiki va ammal ammu fa naw'an. Amda am ikki turlik bo'ladi. Beshtiki darsda hukmul xos degan, hukmul xos deb boshlagan. Miyada nima shu va amma hukmul ammi demaydi desa bunda bir qoida bor. Endi biz ta'rifni bir ta'rifni so'zlamoqchi bo'lsak, buni bevosita bu ta'rifning ichida bunda birsi qarshi narsani ikkisi bo'lib qolib qolsa, buni bir ta'rif bilan nima qilmaymiz, ta'riflamaymiz. Unchalik nimaga muhtoj bo'lamiz? Taqsimga. Xuddi kalima degan so'zni, kalima degan nima desa, uni bir so'zlar nima qilmaymiz biz? Ta'riflamaymiz. Qanday qilgan gap? Kalima degan ism fe'l harf deb uchga bo'lib o'tib, ism degan bundan narsa, fe'l degan bundan narsa, harf degan bundan narsa deb tushuntiramiz. Xuddi shuningdek, miyadimi musannif hozir xosga atf qilib keltirmay, amni o'tmi mavzu deyotmaydim dedi. Am fal am ikki turlik bo'ladi. Am ikki bo'linadi. Ammun xussa anhu al-ba'd. Biri bir bo'liki, bir qismi xoslangan am va yana biri amun lam yukhassa anhu shay. Yani onun hiçbir narsa xoslanmagan amda ikki turlik bo'ladi. Fal ammu allazi lam yukhassa anhu shay. Onun hech qaysi bo'liki xoslanmagan am fa huwa bi manzilatil xos. Bu xosning o'rnidadir. Xos bilan o'xshash. Fi haqqi luzumil amali bihi la mahalata. Yani onunla qat'iy shaklda amal qilishning lozimligida. Yani onda
xaslanmagan am bu çokum amal qilish kerak. Qanda bo'lsa, uni doirasidan bayanasini kamlatmasdan amal qilish kerak. Va ala hada mana mushu qoidaga asosan hech qanday bir bo'lakka xaslanmagan amniki hukmi qat'iy zanni emas. Bunun çokum amal uningga xabar vahid yoki qiyos bilan nima qilinmaydi, uni xoslashib bo'lmaydi degan mushu qoida, usul qoidaga asosan bunda hukm chiqadi endi. Qarmoqdan. İza quti'a yadus sariq o'g'irlik odamning qo'li kesilsa, ba'da ma halakal masruq inda. İza quti'at yadus sariqi ba'da ma halakal masruq inda. Yani o'g'irlangan narsa uning qishidiki o'g'irlangan narsa halok bo'lib bo'lgandan keyin o'g'rining qo'li kesilsa, la yajibu alayhi ad-daman. Bu o'g'rining gadingi to'lam to'lash vojib bo'lmaydi. Nima ish qilsa, li'annal qat'a, chunki bu o'g'rining qo'lini kesish jazaa'u jami'i maktasabahu sariq. Bu o'g'ri kasb qilgan narsaning hammasining jazosidir. Fa inna, chunki kalimatan ma, Qur'oni Karimdagi ma degan kalima Alloh taolaniki as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabat degan oyatdagi ma degan kalima amdur yetanavalu jami'a ma wujida min as-sariq. Ya'ni o'g'irdan tepilgan jinoyatning hammasini o'z ichiga oladi. Endi buni demoqchi bir odam gapidan desa, yana demoqchi bo'lgani, qachon bir odam o'g'irdan bilsa, bir odamning narsasini o'g'labdi. Otni buni o'g'labdi deylar, etini o'g'labdi. Etni o'g'lab olgan bo'lsa, o'g'lab olgandan keyin bu ot o'g'rining qo'lida turib ulab qolibdi. Ulab qolgandan keyin endi qozi bu o'g'rini tutib kelib, bu o'g'riga qo'li kesiladi. O'g'rining qo'li kesilibdi. Kesilgan bo'lsa, bu o'g'rining gadingi qo'l kesilib bo'lgandan keyin otni to'lash vojib bo'lamdi, vojib bo'lmamdi desa, İmam Azam Abu Hanife rahimahulloh dedi vojib bo'lmaydi. Nima ish vojib bo'lmaydi? Nima dalil? Chunki Imom Shafiy vojib qildi deydi. Imom Shafiy nima ish vojib qildi deysiz desa, Imom Shafiy bulangchi, qaraqchi agar otni buni bulib bulang talang qilgan bo'lsa, uning qo'lida turib bu ot ilab qilgan bo'lsa, bulangchi nima qilindi? Tulaydi. Biz shuni o'g'riga mayda narsa ilib olgan narsa bo'lgandan keyin o'g'ri shuni qiyos qildik. Qiyos bilan tulatimiz deydi Imom Shafiy. Ama İmam Azam nima deydi? Bulangchiga buni qiyos qilish bo'lmaydi. Nima ish qiyos qilib bo'lmaydi desa, qiyosimiz to'g'ri. Qiyos bish to'g'ri, ammo Qur'onning oyat kalimasida Alloh taolo o'g'ri ayolning qo'lini kesinglar. Jazaa'an bima kasaba. Ya'ni u ishning ishining ma degan bir şey degan, ma degan so'z am, umumiy so'z. Ya'ni o'sha qilgan jinoyatning hammasining badaliga, qo'lini kesinglar degan. Bo'ldi oyatning ma'nosi ma degan umumiy so'z bo'lganligi uchun, shuning uchun buniki o'g'irlab bo'ldi. O'g'irlab bo'lgandan keyin ulab qoldi narsa. Ya işte yo'qolib ketgandan keyin buni qo'lni kesgandan keyin o'g'irlaganligining jinoyati va u haqning menni buzib etgan, itlab qilib, talab shu vala qilib etganligining jinoyati, ikkisining jinoyati qo'lni kesish bo'ladi. Agar biz unda demay, nima deydi? Va bi taqdiri ijabid daman yakunu jazaa'u huwa al-majmu'. Yani agar biz to'lamni vojib qilgan taqdirda bu yerdagi jazo qo'lni kesish bo'lmay, qo'lni kesishdan bo'lmasin, balki qo'lni kesish va to'lam to'lash deb ikki bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda hamma jinoyatning jazosi bir. Qo'lni kesish degan tursa, biz qilib uni qiyos qilish bilan, qiyos yoki xabar vahatlar bilan uni birini qo'shsak, yana bir jazoni qo'shsak, ya'ni Qur'ondan bo'lgan amga nima qilgan bo'lamiz? Xilof qilgan bo'lamiz. Ya'ni bizning qoidamizda vala yutrakul amalu bihi bil qiyas alal ghasb. Ya'ni Imom Shafiy qiyos qilgandek bulangchilikqa qiyos qilmaymiz. Ma oyatni. Nimishqa? Chunki bulangchilikga nisbatan al-ghasibu wal-ghasibatu faqtawa diyama degan oyat kelmadi. Lekin o'g'irga nisbatan keldi bu. Kelgandan keyin g'asibning hukmini qiyos qilib as-sariqni qilinmaydi, qiyos qilib bo'lmaydi deydi. Ve delilu ala enne kelimete ma emdi ma degan so'zning am ekanligiga ma delil nima deseniz, endi ma kitobniki, mana mishal qaraydigan bo'lsak, ma musannifniki 344-yili o'tganligini delil nima chiqib qoladi. Ya'ni bu yerga bizga nima deyapti hozir? Men sizga dastlabda shu usul fiqh darsida bergan vaqtida nima degan ta'rifda bizniki Hanafilarning usul fiqhi bilan mutakallimlarning usul fiqhining o'xshamaydigan tarifi
fuqahalar, usulul fuqaha, yani usul Hanefiye nimadan chiqqan? Furuatdan ilingan. İmam Azam Ebu Hanife, Ebu Yusuf İmam Muhammed rahimehullah dastlabda usul kitobini yozib, undan keyin nima so'zilmagan? Dastlabda usul kitobini yozib, undan keyin furuat so'zilmagan, balki dastlabda usulni biladi ular. Usulni bilib shu usul bo'yicha o'zi furuatni o'tirib qo'ygan 5 ta. 1 milyon 200 necha ming atrofida hukmlarni o'tirib qo'ygan. Lekin bu dastlabda İmam Shafiy usulni o'tirib yozib chiqardik. İmam Shafiy Risale degan kitobini yozib, dastlabda usulni yozib, uni keyin hukmlarni shu usulga tatbiqladi. Ammo bizniki fuqaha Hanafiya nima ish qildi? Kishin kelgan mesela Aysab ibn Aban yazdı dedik, keyin Kerhi İmam Kerhi yazdı dedik, Abu Zeyd Dabbusi yazdı dedik. Demek muşuların zamanında nima qildi bular? Hanefi fiqhlerin meselelerini, furuat meselelerini şu istiqradan to'liq o'qib chiqish orqali birdan bir o'qib chiqish orqali tafsil o'qib chiqish orqali ma hukmga bunday ma masalaga bunday hukm qilgan. Ma masalaga bunday hukm qilganda bir muncha masalani bilib yig'ib andavanda bizda bunday bir qoida bor ekan deb umumiy qoidalarni shu masalalardan chiqargan. Mana bu yerda biz ne hozir naq maydonda deb birib lazım senden. Yani ma degan kelimenin am ekanligiga dalilimiz nima desa, nerede tutmuş söz ne desa, biz İmam Muhammed rahimehullah'niki bunu fıkıh meselesinde bunda hüküm kıkalıqını körüp bir yerdeki ma'nı am ekanligini bildik deb intayin kaldısını işletken geçiyor. Nemi de vardı İmam Muhammed rahimehullah İza qala al-mevla li cariyetihi bu cayin üzerindeki dediki mundaq desa in kana ma fi batnika gulaman fa anti hurra. Eğer senin kusqandaki nese, senin kusqandaki balının hemmesi diyen gibi. Ma diyen masih kullu ma, cemi'u ma diyen gibi. Senin kusqandaki balının hemmesi uğal qasa sen azat dese feveledet gulamen ve cariye. Bu ayal bir oğul bir kız olsa la ta'tiq. Azat olmaydı. Neymiş azat olmaydı o? Çünkü bunun kusqidagi balının hemmesini mo'min olmadı. Eğer ikkinchisi o'g'il tuqqan bo'lsa, azat olgan bo'ladi. Eğer bir talli o'g'il tuqqan bo'lsa, yana azat olgan bo'ladi. Ammo bir o'g'il bir qiz tuqqanda, uning ma'nosi ya'ni jami'u ma fi batnik degan bo'ladi. Bunun kusqidagi balının hemmesi o'g'il bo'lmay qolsa, azat olmaydi. Demek biz shu hukmdan ma degan so'zniki am ekanligini, kullun ve jami' degan ma'nosini ishlasak buni onda bo'ladigan bo'lganligini biz bildik. Çünkü bizning usul Hanefi usul qoidasida ma degan amken deganni bildik. Dalil mushu deydi. Biz uch ko'rsatdik endi. Bizniki usul fiqhiniki Hanefilarning usul fiqhisining furuatdan ilinganligining tipik misali shu. Ve bimislihi naqulu fi qawlihi ta'ala. Yani biz endi mush o'tgan ve bimislihi yani am degan nimadir? Yani am ma degan so'z amdir degan gapni o'qishini Allah Teala'nın tüvendeki bunu kavradığımız ne deyimiz yani ma degan sözünün amdır geldiğini. Aslen Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de fakra'u ma teyassara minel Kur'an dedi. Fakra'u ma teyassara minel Kur'an. Fe innehu amun. Bir şey dedi fakra'u ma teyassara minel Kur'an dedi ki ma degan söz mu amdır. Demek de bu ayet mu amdır fi cemi'i ma teyassara minel Kur'an. Yani Kur'an-ı Kerim'den asan boğanlık ayetinin hemmesi am. Yani namazda Kur'an'ın ne asan boşun şunu ona. Qanday ayet asan boşun ona. Surpata asan bu surpata. Onlar inaten asan bu inaten onlar. Bir ayet asan bu bir ayet onlar. On ayet asan bu. Ne muqsanlış qab Kur'an'ın ayet muqsanlı bu to. Diyen bu manası. Ve min daruratihi emdi muşu maniki am boğallık edin ve muşu mana. Kur'an-ı Kerim'de asan boğallık ayetinin hemmesi am boğallık edin. Tebilan kilip çıkılan zor darurat degen tebilan kilip çıkılan kaide şu ki adamu tevakkufil cevaz ala qiraatil Fatiha. Namazның caizligi Sura Fatihani o'qishga qarashliq qilmasligi. Namazning caiz bo'lishi Sura Fatihani o'qishga qarashliq bo'lib qolmasligidir. Endi vaja'a fil xabar, ammo xabarda kelganki Payg'ambar alayhisalom bunday dedi: "La salata illa bi Fatihatil kitab." Ya'ni Fatihatil kitab o'qilmagan namaz emas degan hadisda keldi. Unda olgandan keyin endi biz buni ishga birisini Qur'on-i Kerimda deydi. Sura Fatiha o'qish namazning joizligi
Sura Fatiha o'qishga bog'liq emas. Chiqib Qur'ondan oson bo'lgan oyat o'qisa bo'ladi, da'vatadi. Xabarchi namozning joizligi Sura Fatiha o'qishga bog'liq. Sura Fatiha o'qimagan namoz emas da'vatadi. Endi qanday qilamiz desa, beşlik bir qoida bo'yicha agar bu ikkisiga Qur'ondan bo'lgan xosligi yoki amning hukmi o'zgarib ketmaydigan shaklda amal qilish mumkin bo'lsa, hech kimga amal qilamiz. Agar mumkin bo'lmasa, kitobga amal qilinadi, uning g'ayri qo'yib qo'yiladi degan qoida bo'yicha shunday qaraydigan bo'lsak, bunda mumkin bo'ladi ekan. Ya'ni kitobning hukmini o'zgarib ketmagan shaklda hech kimga amal qilish mumkin ekan. Unda olgandan keyin fa'amilna bihima va har ikkimizga kitobning hukmi o'zgarib ketmaydigan yo'l bilan amal qildik. Qanday qilib desa, bi an nahmilal xabara ala nafil kamal. Bu yerda bu xabarni biz nimaga nafil kamalga hamil qildik. Ya'ni bu yerda la salat Sura Fatiha o'qimagan namoz emas degan ma'nosini, ya'ni Sura Fatiha o'qimagan namoz komil namoz emas. La salata kamilatan illa bi Fatiha kitob degan ma'noga aytdik. Chunki yana bir hadisda ya'ni nima deyapti? Sura Fatiha o'qimagan namoz xidaj degan, xidaj. Sura Fatiha o'qimagan namoz xidajun degan, ya'ni naqs namoz qiladi degan bir hadismi shu ko'z qarshi kuchlantiryapti. Shuning bilan biz buni ya'ni komil namoz emas deganga hamla qildik. Hatta yakuna mutlaqul qira'a, ya'ni shuning bilan mutlaq qiraat namozni mutlaq Qur'on o'qish nima? Farz bo'ladi kitobning hukmi bilan va Sura Fatihani o'qish vojib xabarning hukmi bilan. Hadisdan Sura Fatiha o'qish vojib dedik. Nimani mutlaq Qur'on o'qishni farz dedik. Ammo bu yerda Sura Fatihani qasdan qazo qilsa, qasdan o'qimay, namozni qasdan o'qimasa, buning nimasi gunohkor bo'ladi, asim. Bu yerdan vojibni qasdan tark etsa, gunohkor bo'ladi, bilak qo'ydi namozni. Bilak qo'ydi. Qasdan tark etganda gunohkor, gunohni ko'tarish uchun. Gunohkorlikni ko'tarish uchun. Ammo joiz bo'lmoqlik emas. O'qig'animiz joiz bo'ladi, lekin qasdan tark etganlik uchun bilak qo'ydi. Endi sahvolikdan ta'kid qilsa, sayd sahvo qiladi. Sahvolikdan ta'kid qilsa, sayd sahvo qilsa, ado topadi. Va qulna kazalika fi qawlida biz shuningdek, ya'ni xuddi shuningdek yuqoridagi ma degan am buniki hukmiga amal qilish vojib. Buningga xabar vahid yoki qiyos bilan buni hukmiga amal qilish tark etilmaydi. Agar ikkisini hukmini o'zgartmay amal qilish mumkin bo'lsa, har ikkisiga amal qiladi. Agar mumkin bo'lmasa, xabar vahid yoki qiyos qilib qo'yiladi. Amning hukmiga amal qilinadi degan qoida bo'yicha Alloh taolaning qavlida deymiz. Va la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayhi. Alloh taolaning ismi zikr qilinmagan narsaning hammasini yemanglar. Va la ta'kulu mimma degan nima? Va la ta'kulu mimma degan min jami'i ma lam yuzkar ismullohi alayhi. Alloh taolaning ismi zikr qilinmagan narsaning hammasini yemanglar. Qo'yi u narsa qasdan zikr qilinmagan bo'lsin, qo'yi unut qilib zikr qilinmagan bo'lsin, ish qilib Alloh taolaniki ismi tilga ilmigan narsani qo'yi uni musulmon tilga olmagan bo'lsin, qo'yi kofir tilga olmagan bo'lsin, yemanglar degan bo'ldi bu ma'nosi endi. Lekin innahu yujibu hurmata matruk at-tasmiya. Mush oyat kalima Alloh taolaning mush qavli bismillahsi qasddan tark etilganning haromligini vojib qiladi. Bismillahsi Bismillahirrahmanirrahim qasddan tark etilganniki haromligini vojib qiladi. Va jaa fil xabar va hadisda kelganki payg'ambar alayhisolamdan savol qilindi an matruki tasmiyati amidan. Qasddan bismillah tark etilganini savol qilindi. Bismillahirrahmanirrahim qasddan tark etilgan bo'lsa qanday qiladi deb so'raganda payg'ambar alayhisolam dediki, kuluhu fa inna tasmiyatallohi taala fi qalbi kulli imri'in muslim. Jabirillah. Chunki Alloh taolaning bismillahirrahmanirrahim deb atash har bir musulmonning qalbida bo'ladi dedi payg'ambar alayhisolam. Ondan keyin fala yumkinu tawfiq baynahuma, falam yumkinu tawfiq baynahuma. Bu ikkisining o'rtasini muvofiqlashtirish mumkin bo'lmaydi. Oyat kalimada Alloh taolaning ismi zikr qilingan narsaning hammasini yemanglar degandan qasddan tark etilgani nima? Tabiiy chiqib ketadi. Qasddan tark etilgani chiqib ketadi. Endi qasddan tark chiqib ketadigan gap, ya'ni qasddan tark etganni yemanglar degan bu tabiiyki.
Tabii ki qasdan terk etilganni yemanglar degan bo'ladi. Hadisda çok qasdan terk etilganni yesa bo'ladi. Chunki qalbida iymon bor degan hadis chiqyotdi. Endi mana ikkisini har ikkisiga amal qilish mumkinmi? Birisini nima deyotdi, birisi yema deyotdi. Endi birisi yesang bo'ladi, ye deyotdi. Bu har ikkisiga amal qilish mumkinmi? Mumkin emas. Bu ikkisini o'rtasida muvofiqlashtirish mumkin bo'lmadi. Mumkin bo'lmagandan keyin nima qilinadi? Qur'onga amal qilinadi. Qur'onga ya'ni bismillah qasdan terk etilganini nima qilmaydi? Yeyilmaydi. Faqat musulmon bo'lsa-mu, qasdan bismillah demagan bo'lsa, u deganda yeyilmaydi. Hadis terk etiladi bu masalada. Am mumkin bu hadisni o'zidan bo'lishi mumkin, zaif bo'lishi mumkin yani. Bu hadisni o'zi masalasi var mı? İslam'da mesele var mümkün. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de anında karşı kılgatı Peygamber'in sözmeydi. Gelmeydi. لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ الْحِلُّ بِتَرْكِهَا Çünkü eğer halallık biterkiha amiden onu kasten terk etişler halallık sabit olsaydı لَثَبَتَ الْحِلُّ biterkiha nasiyen onu unutup kılıp terk etişler mu halallık sabit olgan buladı. Yani kasten terk etip qasdan terk etken bismillah'sı qasdan terk etilgen mal yiyish halal deb shu hukm sabit bo'lgan bo'lsa unutup qilib terk etganni texmi bitariq avla sabit bo'lgan bo'ladi. Nimishqa unutup qolganda uzr bor. Qasdanda uzr yo'q. Uzr yo'q qoldi halal bo'lgan yerda uzr qoldi tabiiy ki halal bo'lgan bo'ladi. Endi shunda bo'ladi. Xo'sh, fahina edi shu chaqda, ya'ni qasdan terk etilganni unutup qolgan har ish kelsin halallab kelsa yertefiyor hükmü kitap. Şu çağda kitabın hükmü kütürlük bitirir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hükmü bütünley emel kılınmagan buldu. Hükmü bagajlık etken buldu. Şu sebepten feyutrekul haber. Şu sebepten demek haber terk etildi. Yani haberge emel kılınmaydı. Belki kitapga emel kılındı. Endi bir sual kaldı. Anda olsa abi beşli bir yem dedik biz. Yani haslangan takdirdi mi? Haslangan takdirdi mi? En ahirde 3 fert kalınca haslandı 3 fert kalgandan keyin onun belki haslanmaydı. Eğer 3 fertin kamlap gelse amının hükmü kütürlük etken buladı. Hadarla yecüz dedik mi? Bu şunundaki meyadım şundaki gap. Buniki bu amının tikide amid nasiba. Amid nasiba. Eğer biz amidni çıkarırsak amid ayış qasdan terk etken bismillah'ni qasdan terk etken ayış bilan bismillah'ni unutup qilib terk etganda bili chiqib ketadi. Bitalik avlaylar. Shu amniki tahdidi, bu yerdagi amning tahdidini hech kim qilmaydi. Hech kim qilmagandan keyin kitobni ko'tarib ketgan bo'ladi. Adala yujuz. Undan keyin biz amidni nima qilmaymiz, chiqamaymiz. Amidni buni chiqamaymiz degidan. Degidan nasicho desa, nasi bil ittifoq chiqib ketadi. Nimishqa? Chunki Qur'on-i Karimda oyati nima deydi? Qur'on-i Karimda innasina aw akhtana Rabbana ighfir lana. Qur'on-i Kerimda yani Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana degan oyatda ey Rabbimiz biz unutib qolsak, xatolashib qolsak, bizni suyushlik qilmasang degandan Allah Taala ijobat qildim deydi shu vaqtda hadisda keladi. Payg'ambar alayhisalom nima deydi? Rufi'an ummati al xata'u wan nisyan. Mening ummatimdan xatolashganning, xatolik degan xatolashlik degan yani savallik, ha? Savallik o'tizgan degan gap. Xatolik biz ulg'ucha emas. Xatolik degan gap yani xatolik degan gap niyati bilak, lekin xato savallik o'tkazib bo'lib qolgan ishlar. Savallik o'tkazib qilsagan va unutib qilsagan ishniki gunohi ko'tarildi degan hadisning hukmi bilan nima ketadi? Mana sahvallik chiqib ketadi. Nasi chiqib ketadi mantiqidan. Lekin nasining chiqib ketishidan nima chiqib ketishi lozim kelmaydi. Amidning chiqib ketishi lozim kelmaydi. Bir musulmonni birisi qasdan esida bor turib, qo'yni bismillah Allohu akbar deb o'tsa, harom bo'ldi bu ish. Musulmon qalbida bor odamni o'tiradi uni. Qalbida odamni og'zida deydi u. Nima qilmaydi? Lekin unutib qolgan odamchi, unutib qolish mumkin. Unutib qolgan odamga biz unutib qolganda nimani onda unutib qolgan degan bu sababni zikrning o'rnida deymiz. Chunki qalbida bor. Unutib qolmagan bo'lsa, deydi. Unutib qolgan uchun demadi, lekin qalbida bor. Unutib qolganda nima unutib qilmas? Ya'ni zikr qilgan. Mimma lam yuzkar ismullahi emas, balki zikr qilganning qatoriga tiqamiz. Demak, 5 yilda bu nima kiymagan bo'ladi? Amning tahtiga kiymagan bo'ladi. Amning demak, amning tahtiga kiymagandan keyin biz bu amni nima qilmagan bo'lamiz? Xaslamagan bo'lamiz.
Şu üzerine kim de kalgan buludu. Ve kezalike kavluhu Teala şunundaki Allah Teala'nın kavli ve ummahatukum allati erda'nekum dege ayeti yani kudumuz amның karşısındaki haberini tek etkinimizdek ikisini unutulaş mümkün bulmağa ve ummahatukum allati erda'nekum degen Allah Teala'nın ma kavludu mu amның karşısındaki haberini tek ettiğimiz yani Allah Teala dedi sizlerniki hurrimet aleykum ummahatukum degen ayetning hammasida şu muharramat deymiz yani haram kılıngan anıların içinde sizlarni imitken anılarınlarmı haram kılındı degan ayet yaktadi bi umumihi bu ayet özünün umumluğu bilen hürmete nikahil murdi'ah degan inik anının haram inik anını nikaha erişini haram kılışını talep kıldı taqazza kıldı. Endi vaqad jaa fil haber haberda yani hadis çelip kelgen ki la tuharrimul massatu velel massatani velel imlacatu velel imlacetan yani bir şuraş velel massata iki şuraş velel imlacet yani bir imitiş velel imlacet iki imitiş massa degan tıfılның şey fi'lu tıfıl yani şuraş imlace degan çoğu murdia'nın işi bunda qilib bola şurmusu mu emchikini nima ağızga buvoqni ağızga tiqish bu neni qilib kerak yani bir şuraş iki şuraş yoki bir emdirish ikki emdirish yani bir mammisini ağızga tiqish degan gap hamdir bir shuritish ikki shuritish desak bo'ladi yoki ağızga mammisini bir tiqish ikki tiqish la tuharrim degan gap harom qilmaydi yani buni ona aniq sabit bo'lmaydi degan hadis falam yumkin tawfiqu baynahuma bu ikkisining o'tirishini muvofiqlashtirish mumkin bo'lmadi yani Allah Teala sizlarni imitgan onalaringlar dedi ummahatukum allati erda'nekum sizlarni imitgan onalaringlar dedi oyatda imitgan degan gapdan bir qatim imitgan onasimi kelib ketadi ikki qatim imitganimi kelib ketadi bir qatim shurug'ini kelib ketadi ikki qatim shurug'ini kelib ketadi mutlaq imitadigan degan kelib ketadimiz imitganning hammasi kelib ketadi imitganning hammasi bir qatim imitganimi kelib ketadi 10 qatim imitganimi kelib ketadi nimaning hukmi kitobning hukmi bo'yicha hadisning hukmi bo'yicha bir qatim ikki qatim shuratqini yo shurug'ini kelmaydi dedi demak bu ikkisini o'tirishni uddalash mumkin emas munalata fayutrakul xabar bu xabar kitobga qarama qarshi kelib qolish uchun tark etiladi xo'sh hamda va ammal aam allazi khussa anhu al-ba'd amda mana hozir so'zlab kelganimiz hammasi qat'iy xosga o'xshaydigan qat'iy shaklda xoslanmagan hech bir bo'lak xoslanmagan nima omning masalasi hamda mana keyin so'zlaydiganimiz cho'q bir bo'lagi ma'lum bo'lagi xoslangan om va ammal aam allazi khussa anhu al-ba'd ma'lum bo'lagi xoslangan om fa hukmuhu ma'lum bo'lagi xoslangan omning hukmi annahu ma'lum bo'lagi degandan yani ma'lum bir bilak emas majhul bilak bo'lsa bo'ladi noma'lum bilak bo'lamdi bir qismi yani bir qismi xoslangan om bir qismi xoslangan om uniki bu bir qismi ma'lum yoki majhul noma'lum bo'lishidan qat'iy nazar fa hukmuhu bu omning hukmi annahu yajibul amalu bihi fil baqi ma'al ihtimal yani bu omga amal qilish qolgan xoslanmagan qismiga amal qilish vojib ma'al ihtimal degan yani مع احتمال التخصيص في باقي الأفراد. يعني قاغن بلوكنمو خاصلش احتمال بولش بلن برجع. فإذا قام الدليل قجنك فإذا قام الدليل يعني إذا وجد الدليل يعني قجنك بالدليل قجنك بالدليل على تخصيص الباقي يعني قاغن قسم نمو خاصلش الدليل بربابلا دليل مكتسب ترسا يجوز تخصيصه هنا أشوف partini xaslash xabar vahid bilan yoki qiyos bilan partlash xaslash joiz bo'ladi qachongacha ila ayyabqa salas toki shu omning tahtida 3 tane part 3 tane shaxs qolgan qadar va ba'da zalik endi 3 tane shaxs qolib bo'lguncha hisob bo'lgandan keyin la yajuzu uni xaslash joiz bo'lmaydi uni xaslash joiz bo'lmaydi chunki uni xaslash uchog'da kitobning hukmi ko'tarilib ketadi فيجب العمل به شنو ولا شنو العمل قلش واجب بلود وإنما جاز ذلك عند أمن خبر واحد لان قياس لان يعني دليل قطعي لان
qasınıb bo'lgandan keyin xabar vahid yoki qiyos bilan xoslashning joiz bo'lishi sabab javob berotida bizni savol so'rasam-da deb savol so'rash mumkin. Bu sizlar abaytda nima deyotdinglar? Am deganning hukmi qat'iy deyotdinglar. Endi bu yerda amni xoslash uchun chuqur kitob hukmidagi bir mavzuda deyotdinglar. Nima bo'lib xabar vahidlar qiyos bilan xoslash buni joizlab qoldi, nima bo'ladi? Deb savol so'rasa, buningga beradigan javob li'anna al-mukhassis, chunki mukhassis allazi akhrajal ba'da anil jumla. Yani amning bir qismini jumladan chiqarib o'tadigan mukhassis, men 5 tepadim. Mukhassis hamma tafsir tepadim, endi takrorlayman. Am top jumladan amniki bir qismini chiqarib o'tadigan mukhassis law akhraja ba'dan majhulan. Agar noma'lum bir qismini chiqarib o'tsa, noma'lum bir qismini chiqarib o'tsa, yathbutu al-ihtimalu fi kulli fardin muayyan. Shuning bilan bu ehtimollik noma'lum bir qismi chiqib o'tsa, bu ehtimollik shu omniki bo'laklarining har bir muayyan pardada sabit bo'ladi. Ya'ni ahallallohul bay'a degandan keyin va harramar riba. Alloh taolo so'zni halol qildi, jazoni harom qildi degan yerda bu yerdagi jazo degan so'z hadis kelishdan burun qanday edi? Noma'lum edi. Hadis kelishdan burun noma'lum edi. Endi jazoni harom qildi degandan keyin bu haram biz bilmedik, cezanın nimaligini bilmedik mi? O so'zning hammasi qarab ketdi gumon. O qo'y apsetish, ful apsetish, qolish etish, elishtigadik pishqib so'z qildi va hamma narsaniki buloqqa ehtimolli qolib qoldi. Mush ehtimolli tarab ketgandan keyin ama qat'iylikdan nima tushib qoldi? Zannilikka tushib qoldi. Hamda dog'aniki hammasi ehtimolli bor. Hamma omniki shu so'z setqning hammasiniki jazoni olib qilish ehtimoli bu oning yomoni. Endi qat'iylikdan nima tushgan bo'ldi hozir? Zannilikka tushgan bo'ldi. Ya'ni zanniyut dalala bo'lib qoldi. Zanniyut subut emas, zanniyut dalala bo'lib qoldi. Fajaza ay yakuna andog'ankin ay yakuna baqiyan tahta hukm al-am. Ya'ni fajaza ay yakuna baqiyan tahta hukm al-am. Qolgan qismi yoki fajaza ay yakuna baqiyan tahta hukm al-am. Bu shu xoslangan bir qismi amning hukmining ostida qilib qilishimi joiz. Va jaza ay yakuna dakhilan tahta dalil xusus. Fi kulli fa'madiki ay yakuna degan fard muayyan zakmuda. Shu fard muayyanning hammasi amaliqi. Mush fi kulli fard muayyan, mush fard muayyanning hammasi fajaza kullu fard muayyan. Bu fard muayyanning hammasi amning hukmining ostida qilib qilishimi joiz. Va jaza ay yakuna dakhilan tahta dalil xusus. Ma xoslik dalilining muxassisning tahtiga daxil bo'lish ham joiz. Miyada qilishim joiz, miyada qilishim joiz deb qoldi. Nimishqa? Fastavat tarafan. Ikkini mush muayyan bo'lgan fardning haqqidagi ikki taraf barobar tang-mutang bo'lib qoldi. Tang-mutang. Miyada qosim qilib qoldi, miyada qosim qilib qoldi. Biz bu holatda amal qilmaymiz-da endi. Fa iza qamat dalilu shar'i. Qachonki shar'iy dalil ala annahu min jumlati ma dakhala tahta dalil xusus. Endi shar'iy dalildan bilsa, hadisdan bilsa kelib masalan. Shar'iy dalildan bilsa bu am bunda xoslangan bir qismi xoslangan bu am ma dalil xusus, ma dalil xususning tahtiga daxil kiradigan narsadir. Ma am yani ma fard muayyan dalil xususning tahtiga daxil bo'ladigan narsaning qatoridir. Degan bir dalil kelsa jaza ay yakuna ma'lulan nima tarajjaha janibu taksisihi. Shuni bilan buni mush fard muayyanni xoslash tarafidan bo'ladi. Fard muayyanni xoslash tarafi kuch topadi. Shuni bilan bu nima bo'ladi? Xoslanadi. Yani bu tushundikmi? Yani shu Alloh taolo halallohu bay'a va harramar riba degan bo'lsa, biz jazoni deganni nimaligini bilmasak, ondan shuni bilan shu bay'ning hammasi nima bo'lishdimanlik bor? Hammasi halol bo'lishdimanlik bor, hammasi harom bo'lishdimanlik bor bo'lib qoldi endi. Hukmqonligimiz uchun. Shuni bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda bizga 6 xil narsaniki
naq setilsa bo'lganligini agar naq setilmay birisini kam ziyod setilsa jazolar bayan qilgandan keyin biz jazoni nimaligini bildikmi? Bildik. Bilgandan keyin menga dalil shar'iy keldi. Shuning bilan bu jazoni faqatlam shu 6 narsadagi kam ziyodilikka naqlisilik qilam kirdiganligini, qolgan narsalarga kirmaydiganligini nima qildik biz? Bilardik. Ama davrandan keyin 5 ta bir qatim tarab ketgandan keyin nimadan qat'iylikdan zaynlik tushib qoldi deydi. Bizga sababini deyapti. Endi ikkinchi xil nusus, mana endi dalaymiz. Masalan, a'ti tullaba va la tu'ti ahadan minhum degan bo'lsa, ma almini masalan, talib o'quvchiga ben uni bir yerdan berman degan bo'lsa, ulardan birisini berman degan bo'lsa, bu yerda 30 dan talib bo'lsa, bu 30 talibniki ondan Ahmetga bermaskim mumkin, Ahmetga bermasam bo'ladi. Chiqib bir balga bermasam bo'ladi, ha? Lekin qosilinga bermaskimni bilmayman. Unga yana bir dalildan birisi, shu balnasidan askilik qilganga unga yoki bunga berman degan yoki depaganda kilam ha. Nima bo'ladi? Kuchtab bo'ladi. Shu bermayotgan birisi kuchtab bo'ladi. Shu kuchtabgandan kilam nima bo'ladi? Endi lekin shu jarayonda şu balının hemiz gumandorlab qoldi. Bermayotgan bola hammasi ihtimol qilib qoldi. Shunda gap. Shuni darajasi tushib ketdi degan gap. Endi bu noma'lum bo'lgan diskussion shu. Shu sababdan bu amniki hammasiga tarab ketdi. Nimalar? Zannilik tarab ketdi. Endi agarda muxassis majhul bo'lib qolsa shu. Nima? Ma'lum bo'lib qolsa. Deydi. Muxassis ma'lum bo'lib qolsa, yani in kana al-muxassisu akhraja ba'dan ma'luman. Muxassis ma'lum bu cümleden ma'lum bo'lgan bir qismni chiqarib aytgan bo'lsa, jaza ay yakuna ma'lulan. Ya'ni ma'lum bo'lgan bir bilak illatlik bo'lishi joiz. Illatlik bo'lishi joiz. Bi illatin mavjudatin fi hada al-fard muayyan. Bu shu muayyan bo'lgan fardniki mavjud bo'lgan illat bilan illatlik bo'lishi joiz. Fa iza qamat dalil shar'i, qachonki shar'iy dalil ala vujudi tilka al-illa. Shu illatniki fi g'ayri hada al-fard muayyan, shu muayyan fardning g'ayridimi bar bo'lishida dalil tuttasab tursa, tarajjahat jihatu takhsisihi. Uni xaslashtirib kuchta budu fa yu'malu bihi, uni amal qilinadi ma'a vujudi ihtimal. Qab qolgandimi yana xoslanish ehtimoli bo'lishi bilan birga. Toki 3 ta farq qoluvchi. Endi buni misol deb berdim 5 ta bo'lsa, shu Alloh taolaning qavlidagi nima? Alloh taolaning qavlidagi shu mushukni o'tiringlar deb bo'lgandan keyin, ya'ni amonatli odamni o'tirmanglar dedi. Amonatli odamni o'tmasa illat nima desa, ya'ni uni urush qilmasligi, shuni demak biz uni qarab turiblam shayx fanilarni, qillarni, qilchirlarni, ayollarni, kichik bolalarni, asirlarni nima qilishdan amniki o'tiringlar degan hukmni chiqarib ola olamiz. Demak, illatlik bo'lganligi uchun yine ihtimolni talab etadi bizga. Shuning bilan qat'iylikni zaniylik tushgan deydi u. Shuning bilan bizniki darsimiz mishadi oxirlashdi. Bugungi dars intayin muhim, intayin inchga. Mushuni tushunadigan odam usul fiqhini tushundim deb qasma. Bo'g'idek darajada inchga masala. Alloh taolo hammamizga manfaatli ilm ato qilsin. Bergan ilmga amal qilinish bo'lsin. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.